Nimaga buni 9 mingdan qo'yib qo'ygansiz? Sizlar ham buni Xitoyga ketib 35 mingdan sotsanglar bo'lmaydimi? Biz xalq o'ylaganmiz-da. Xalq o'ylaganmish. Shu dvoykani ham 35 mingdan qo'yib qo'yadimi? O'z sekin gapirasanmi, onasi qarab, ham Qurbon hayitga chegirma debdi. Ham 1-iyun bolalar bayramiga chegirma debdi. Hop, Real City Kids foyda qiladimi? Mana bularni 9 mingdan qo'ygan. Voy noinsoflar. Shu biz do'kon ochganimizni eshitdi-da, 150 mingdan sotib turuvdi tupa-tuzuk. Xitoydagi bo'lsa, sifatli bo'lsa, nimaga 75 mingga tushiradi? Yo, siz unimni qo'ying. Mana buni qarang, 80 mingdan sotilayotgan ko'ylakchalarni 49 mingdan qo'yib qo'yishibdi. Portalga yozib yoptiraman ov. Mana buni qara, onasi, biz buni 100 mingdan sotamiz degandik. 35 mingdan 45 minggacha qo'yib qo'yibdi. Tashlang hammasini ko'ching. Alam qilsin. Voy xudoyim, bular ham 15 mingdan ekan, bu ham 15 ming, bu ham 15 ming, bodilar ham 15 mingdan ekan. Odam ham shunchalik insofli bo'ladimi? Hammasini olib ketib o'zini sotaman. To'xtang, qayerga olib ketyapsiz? Do'konga olib boraman, 125 mingdan sotyapti ekan. Hozir 75 mingga tushirib qo'yibdi Xitoydikini. Ha, o'zimiz olib ketib ustiga qo'yib sotamizmi? Ha, 150 mingdan sotamiz. Adolat, endi chidab bo'lmaydi. 8 yoshdan 12 yoshgacha bolalarga mana bunaqa dvoykalar 75 mingdan qildi-da. Voy, menisiga umuman chidab bo'lmaydi. 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan qizlarniki hammasi 49 mingdan dvoykalar. Nima? Voy, mana bu dvoykani asalligini qaranglar, 150 ming ekan. Bulari 115 mingdan, 115 mingdan, bular 95 mingdan ekan. Alo, ichki ishlarni? Ha, bular meni urdi. Manzilmi? Diadoradan Eko bozorga qarab ketishda o'ng qo'l tomonda Pilla ko'chasi 41 A. Real City Kids urdi. Ha, bularnichi Sag'bonda ham filiali bor-da.